Muqaddasxon ijtimoiy tarmoqlarda sizni ko'p kuzatamiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan ajoyib qiziqarli roliklar olasiz, farzandlaringiz bilan. Baribir san'atdan 100% cheklanmagansiz deb o'ylayman. Albatta, yaxshi ham shu ijtimoiy tarmoqlar bor. Hech bo'lmaganda shu ijtimoiy tarmoqlarda o'zimni nima desam bo'ladi? G'uborlarimni chiqarib, mazza qilib ijod qilish imkoniyatiga egaman. Xayriyat. Hozirda nechta farzandingiz bor? Hozirda 3 ta. 3 ta farzand. Necha yosh bo'lishdi ular? Katta farzandim Sadiyaxon 11 yoshga to'ladilar. Keyingisi o'g'lim 7 yosh, kichkinasi 6 yosh qizim Hadicha. Yana farzand dunyoga keltirish niyatingiz bormi? Endi hozircha bilmayman-ku, lekin agar nasib etsa, yo'q demaymiz. 4 ta farzand bo'lsa zo'ra baribir. Lekin esingizda bo'lsa, siz bilan niyat qilardik, baravar homilador bo'lamiz deb. Balki Alloh shu narsani kutayotgandir. O'zi ikkitani o'zida surobim to'g'ri bo'lib, ikkita yetarmikin deb o'ylab ham qolgan joylarim bo'ldi, to'g'risi. Chunki endi o'sha 4 tani tasavvur qilyapman. Lekin farzandli ko'p bo'lgani yaxshi. To'g'ri. Lekin uni katta qilishcha mas'uliyati. To'g'ri, o'ta. Voy, qiyin, oson emas.